Dugonamnikiga borib kelay. Bo'pti ona, yaxshi borib keling. Sen Shirinni yodla. Sen uyga vazifangni qil. Xo'p bo'ladi. Meni uyimda ham shunaqa kosalarim bor. Mehmonlarimga olganman. Yuvib qo'y bular. Idishlaringni o'zing yo'q. Shirinlikka shunaqa idishlar olganman, borsang havas qilasan. O'zim ham asrab tutyapman. Hozir ko'rasan, Alabay. Endi o'zingdan ko'r. Bu sovg'amni hali ham asrab yuribsanmi? Meni ham uyimda bobomdan qolgan bitta yodgorlik soat bor. Abjag'ing chiqazaman, borib bossan. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yeyishmasdan, ha? Tinchgina. Oyi, esli yigit qiz bo'lib o'tiribmiz. Ha? Yo'q, hammasi yaxshi. Bu yoqqa kel. Alo. Yaxshi o'tiribmiz. Jumong. Rollarda Ilguk Song. Benzin. Nimaga portladi uy? Voy. Tutdimmi? Uy qani? Oyi, she'riyatladim, aytib beraymi? Ana gerbari yasadimi? Ikkita bez gaz hech bir bo'ladi. Makina ham qo'shib. O'zing to'la. Menda rubl so'mim yo'q. Rossiyadan kelgan do'sting. Ey, tez o'zinglar ketaylik, kech bo'ldi. Rossiyaga belli noch bo'ladi, kechqurun 12 da ham havo anishday bo'ladi. Boshladi yana. Bu soat necha bo'lsang Rossiya bizdan 2 soat orqaga deydi. Soat endi to'g'ri bo'libdi. Rossiya bizdan 2 soat orqada aytganman. Ana. O, zo'r mashina ekan-a. Rossiyaga bunaqa mashinalar taksiga yuradi. Rossiyaga meni ikkita mashinam bor. Bittasi Lexus, bittasi Lamborghini Urus. Garaj qilib qo'yganman, borsam minaman. Ha, nimaga minib kelmading? Ikkita qana haydab kelaman. Gaplash yurimizda, yur. Voy, Rossiyaga mana shunaqa skripka chalib, shunaqa ko'p pul ishlaganman. Cho'qan bitta shundan. Mama. Where's it go? When I was younger, I got love with Venezuela. Og'zing o'chir erkin. Men birinchi ashib o'xshamaganda kam pul bergandan keyin dachaga ishib ketganman. Yaqinlashib o'tiringlar, mana shu bankka o'tib kelay. Bizlarga yo'q Rossiyaga T-bank bor. T-bank? T-bankni Black kartasi bilan O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston boshqa davlatlarni milliy valyutasida komissiyasiz pul o'tkazsang bo'ladi. Yo'g'i? Bir uchrashuvda biometriyani topshirish va SIM kartani bepul rasmiylashtirsa bo'ladi. Shunchaki tavsifda ko'rsatilgan havola orqali T-bank kartasiga buyurtma bering. SIM karta kerakligini ham belgilang. Shunda xodimlar kelib sizga bepul xizmat ko'rsatishadi. Jamg'arma hisobi bo'yicha yillik 9% dan yuqori foyda olsang bo'ladi. Pro obunasi bilan daromading ko'proq bo'ladi. Xorijga oyiga 50 ming rubldan ko'proq pul o'tkazsang bo'ladi. Rossiya pasporti shart emas. Zo'r ekanda, uyga o'tirib oyoq uzatib choy ichsang, bank karta bilan SIM karta sanki bo'lar ekanda. Qoploncham birorta joyga borib aylam kelsak bo'lardi. O'ylim hozir raketa zakaz qilaman, Turkiya, Dubayga boramiz, Fantalantaga. O'zimizda parkam bo'laveradi. Ket, o'zimizga borib ket. Sumkam olib chiqing, boraman. Og'zingni yop, uyga o'tir, qiz bolaga nima gap ko'chaga. Adasi, boshim aylangandek. Yo'q, men Hindiston yotaman, davolab kelaman, yur ketsan. Aka, masa bo'lmayapti, istimam chiqibdi, baraja bo'lib titrab ketyapman. O'laman hozir. Og'zingni yop, choy ich, uyga o'tir. Adasi, qornim ochdi. Yo'q. Men san hozir Boris bobo choyxonasiga ketaman. Tirikdan qo'shma choy keladi. Ko'zimiz oldiga aloqalar bilan bujib. Aka, meni ham qornim ochdi. Bo'pti, keyin san ham. Keyin ana pulloga magazindan ikkita tuxum olib ye o'zingga. Ketdik Boris boboga. Hech qaring og'rimayaptimi? Menga umuman gapirmang, shunaqa ham xotinboz babnik bo'ladim. Sizdan umuman kutmagandim, nafratlanaman. Oyimnikiga ketaman, qo'rqma. Singilni ko'ngliga qarash kerak edi. Sani ishing edimi? Albatta. तुमसे प्यारी की बंदजी Dada hoki poyez olay deyapti. Hindistondan kelin qilgan hinchani bilmaymiz. Baxtli bo'ling, keling, ko'p yashang. Bolito, ambalito ye. O kelin beri ko'chaga yurma, Hamzalar nima deydi? Ayt unga. Xo'ja, sharmanda hey. O'g'lim doktor chaqirib keldi, ilmasiz qochib qoldi. Ah, boboji, shifo. Nima deyapti? Ona Hindistonga meditsina rivojlangan-ku, bu davolayman deyapti. Yo'q-e? Kelin, nima qildik? Nima qildik mana? Meditsina rivojlanmagan rayondan ekanda keliniz.
Xotininga ayt, oyog'iga tapchika kiysin, shamollaydi. He, ona bilan o'rganib ketgan. Bo'lmasa aytani oyoqdagi qo'ng'iroqni olib qo'ysin, ting'ir jing'ir qilib davlana ko'tardik bu. Babaji, jingir, zanati. O'shada ting'ir kelin, paga ting'ir shot. Ha, Aka yangamga ayting, sarilarni berib tursinlar maktabimizga baliq qizlar bo'layotganida. Ha, keyinroqqa o'z dilnoz olib ketgan hamchamiz 8-marta erkin mavzu nimadir kerak ekan unga. O'g'lim, xotiningga biror bir issiq kiyim olib bergin, sovuq qotib yuribdi. Pakli pinto bola. Uydagilar kelibdi ekan mehmonga bizanki ona. Migir piano tahiye. Nabay. Probka qolib ketibdi yo'lga o'sha aytibdi. Xudolar kelinglar, ichkari kiringlar uyga. Dale tum parata. Kelin, sizga issiq narsa o'zim olib bermasam, hech kim olib bermaydi. Shuba! Imperiya shuba do'konining birinchi qavatida hamma shubalar $397. Asl meh original. Ikkinchi, uchinchi qavatdagi hamma shubalarga 50% chegirma qilib yuborishdi. Tomsi oyjon yarashdimi? Rahmat oyjon. Qaynatangiz nima qilyapti ekan, ha? Limbir gumbirke. Dada ovqat olib keldi bizga. Shunday shirin bo'libdi. Qanaqa qilgan buni? Kartahe. Chunli kare. Kumbir. Darito. Men boshimni yuvib chiqay bitta. Ada shampun qolmagan uyda. Shampun nima kerak menga? Bugungi temamiz kal akalar. Boshladik. Bugun ishlarim yaxshi bo'ldi. Men senga ko'ylak olasan. Rahmat adasi. Kal akalar va kal bilan zo'r kelishadi. Doim birga yurishadi. Eringiz kal bo'lsa, ob-havoni oldindan biladi. Yomg'ir yog'ibdimi? Yo'q-e. Boshim suv bo'ldi mana, yog'ibdi, tez yur. Ba'zida kal akalarimiz lokatsiya vazifasini ham bajarishadi. Alo, Dugonjon, men sen aytgan joyga keldim. Qayerga o'tiribsan deysanmi? Bitta kalakani oldiga o'tirma. Ana yoqqa borib o'tiraman, sen topolmaydi. Kal akalarimiz hayotida shunaqa qiziq voqealar bo'lib turadi. Adasi, darvozaga qarang, kimdir taqillatdi. Hozir qaraymiz-da. Ha, Soch patolamiz deb yurgandek. Mayli, kerak yo'q. Rahmat. Kal akalarimiz ishlari juda tez bitadi. Ukajon bilan men sen ochrating, hozir turaman. Atir sepkim bitta. Ana bo'lib o'tir ke. Kal akalar shunaqa o'ziga o'xshaganlarni ko'rishni yaxshi ko'radi. Muzika eshitaylik. Ana. Kal akalar o'tmishlarni unchalik ham xushlashmaydi. Adasi, qarang, to'yimizda sochingiz ko'p bo'lgan ekan-a? Bor ovqatingni qilsan nima ishing bor? Xo'p. Bu paytlar meni jimmy paytlarim bo'lgan. Uni qilib yuraydim-da. Ramazon oyi munosabati bilan ishonch do'konlarida 3 million so'm yoki undan ortiq summada xarid amalga oshirsangiz, 50 ta umra ziyoratiga yo'llanmalardan biri yoki 500 dan ortiq qimmatbaho sovg'alardan birini yutib olishingiz mumkin. Qancha ko'p xarid qilsak, shuncha ko'p imkoniyat qo'shadi. 3 million so'mga bitta aksiya bileti, 6 million so'mga ikkita aksiya bileti. Kal akalarning kallasi shunaqa zo'r ishlaydi. Kal akalarimiz gudogdagi musikalari ham o'zlariga mos bo'ladi. Atrofda soch bo'lur, o'rta yalang'och. Kim ekan bu? Alo. Ha, bir haftalik dam olish bo'ldi boraman. Qayerga ketyapsiz? Kaliforniyaga. Do'stlar tinglang suhbatim, kallar mani ulfatim. Do'stlar tinglang suhbatim, kallar mani ulfatim. Shunaqa qiz top o'ylanishga ishlasin ham, ro'zg'orni ham eplasin. Ona bor shunaqasidan mana o'qituvchi. O'qituvchi? Kelin, abikka achchiqni mastava qiling ichamiz. Oyjon, bola bugun rosa boshim achib tashadi. Nazorat ish tekshirdim, uyga vazifat tekshirdim. Har ertangi darslarga tayyorgarlik ko'rishim kerak. Biror nima dastavka qilib qo'yavering. Dastavka? Bo'lmaydi, to'g'ri kelmaydi. Mayli ona, mana. Ana, Yurist. Kelin, abikka achchiqni mastava qiling ichaylik. Oyjon, ertalabdan beri ko'cha supurdim, hovli supurdim, changlarni artdim. Mehnat kodeksida ham bir kunda qancha ishlash belgilangan-ku. Umuman to'g'ri kelmaydi. Yo'q. ona, ana bu mana. Doktor. Kelin, birorta ovqat qilasizmi, yeymizmi? Achchiqni mastava qilib qo'yganman, Oyjon. Ana bo'larkan-ku. Ana shu qizni kelin qilamiz, ana shu qizni ko'ndir. Voy, mazam bo'lmayapti-ku meni. Voy Oyjon, hozir o'zim sizni davolab qo'yaman. Mana xotinim qani? Voy Oyjon, yaxshi bo'lib qoldingizmi? Otday bo'ldim, qo'lingiz yengil ekan. Rahmat. Yurganimda tizzalarim g'ichir qiladi. Nimadan bu? Voy, hozir davolab qo'yaman. Oyjon, chopqillab ketasiz, xavotirim. Ha, o'zimni kelinimda bu. Menga ham qara keyin, men eringman-ku. Kelin, nima bo'ldi? Ovozim chiqmay qoldi mana. Voy Oyjon, sovuq suv ichdingizmi? Hozir ko'rib qo'yaman. Mana ham ko'rib qo'ysa, ovozim chiqmayapti. Jim o'tir, menga qarasin. Ona, Tomog'imni zo'r davoladingiz. Kelin, qayerdan bilasiz buncha narsani?
Nekuskulda o'qiganman doijon, bilaman-da. Ana bu tikuvchi ekan, shunga uylanaymi yo? Nima qilasan uylanib? Mana xotining bor-ku. Xotinim bo'lsa, mening xotinimni siz meni xotinimni o'ziga shaxsiy doktor qilib olgansiz. Bunaqa bo'lmaydi, nima? Hali shunaqa gaplaring ham bormisan? Ol xotiningni, boring, kelin, boring. Oldingga tush. Kelin, mana bu yelkam ozgina g'ichirlaganda ham bir ko'rib qo'yasizmi? Hozoyjon. Ona? Menga 50 ming berib tur, pul tugab qol, zapravka to'layveray. Nima? Mani pulimga ko'z olaytirmang. Bilasizmi, bu pulni qanaqa kecha kunduz demay ishlab topganim, bu meni pulim. Qaytarib beraman, 50 ming ber menga hozir. Nimaga? Mani pulim. Osh bo'lsin. Zarda qilmay. O'rto, 50 ming marta aytdim senga, gapga bora olmayman, pulim yo'q meni. Puling bo'lmasa uyga o'tir, tamom. Erini xotin boqmasin. Troqatqi. Shahboz aka, eshitdingizmi? Yaponiyada 50 mingta odam zilzilani tagida qolib ketibdi. Eshitmadim. Oldinlari 50 mingga odamlar bitta mashina olgan. Hozir bo'lsa 50 mingga bitta zapravka qilinadi. Zamonni qarang. Bo'pti, ishga ketdim, yaxshi o'tirgin. To'xting. Bugun to'yimizga 1 yil bo'pti. 50 yilni ham nishonlash nasib qilsin-a? Ol, qaytib so'ramayman sendan pul, ol, ushla, Men yangi 50 ming tali bergandim. Yo'q, qani? Xotinjon, chiq, senga tufli olib keldim. Voy, buncha zo'r. Original ekan, Louis Vuittonmi? Loro Pianino kiyib yur. Yo'q, mehmonga borganda ekanman. Kelaver, yur. Ko'zingni och. Surpriz. Yangi rakvina-ku. Bu sensorlik, bu bunday qilsang suv tushadi. Ana, Marmardan ekan-a? Men dusham olib keldim, uni o'rnatib qo'yay. Men ko'raman, seni yo'ling yopiq, qarog'lik bor, tugum bor bera. Uni bilamiz, uni yechimi nima uni? Menga ikkalang $1000 ber, men bu tugunni ichtaylay. $1000 pulimiz bo'lsa o'zimiz yechamiz, muammoni uyga kir. Men gruppaga tashladim-ku, bu uyga kirmanglar, krediti bor deb. Bildim. Bildim. Baloni bildim. Adasi go'sht olib keling, osh qilmoqchi edim. Osh, bo'ldi, hozir olib kelaman. Ana olib keldim, ser go'sht qilib bitta oshqi. Lahim joylardan olibsiz-a? Qassob jo'ramdaman tonish. Voy, yaxshilab qarab olmaysizmi? Suya qo'shib beribdi-ku. Hay, sho'rva qilasan, olib qo'yna, iliga bor ekan-ku. Bugun o'g'limiz tug'ilgan kuni tort zakaz berganmisan? Xavotir olmang. Happy birthday to you. O'g'lim tur pufla. Sharlaring olib qo'yin, tort yeymiz. Dada kirma ko'p ekan-a? Sen shunda o'g'lim? Adasi, sovuq tushib qoldi. Menga bitta qishki palto olib bera olasizmi? Voy, buncha zo'r bu. Qalay yarashibdimi? Zo'r yarashdi, gap yo'q. Endi bu yerga mana bu yozgi ko'ylagini qilib qo'yaman. Boja xabaringiz bor, keyingi hafta o'g'ilchan sunnat to'yi o'tarsiz-a? Normal kiyinib boring, qopcha bilan bormang, odam uyaltirib. Xo'p. Adasi, turing, uyimizga o'g'il tushibdi. O'g'il tushibdi, yo'q-e? Uyimizga o'g'il tushibdi. Ha, o'g'il aka keling. Insofingiz bormi? Qanaqa odamsiz? 4 soatda bir 100 tiklayman. O'g'ri degan narsa yo'q. Ana rakmina o'g'irlang rakmina. Baklashga-ku. Marmar-ku bu, zo'r-ku. Sensorlik. Ha boja. Boja ko'rmang deyapti-da. U kuni to'qinlik-ku. Pul yetmadi, kredit oldik. Yurak tashab qo'yaman. Xotin qara, ventilyator olib kelib, meni terlamaymiz. Nech pulga oldik? 700 mingga. Qo'stavarda 400 mingga turibdi-ku. Bu originali Frigidishtayn bu. Kidirib olishibdi. Shuni 80 mingga oldingizmi? Ha, qalay zo'rmi? Mahalla boshida 30 mingga turibdi. Soddasiz, sodda. Bu Tesla'niki bu Elon Musk qilganmi? Shuni 1 millionga oldingizmi? Ha, zo'rmi? Bozorda 300 mingga turibdi-ku. Bu qanday? Tortishganingizda 200 mingga ham berardi. Siz 200 mingga oldingizmi? Ha, dugonang 100 mingga sotadimi, yo'ymaga Yo, 60 mingga sotardi. Bu dirandali. O'zbekiston bozordan 30 mingga ham olsangiz bo'lardi. Xotin, bu yoqqa chiqalaylik gapir. Mana pul sotib keldim, 1 million dedi. Tortishib 600 mingga olib keldim. Yanga bu 300 mingga turibdi-ku. Muncha soddasi, samda shustriroq bo'ling. Mana alladimi o'g'li? Men hozir ko'rsatib qo'yaman ularga. Salla hali meni aldaydigan bo'ldilaringmi? Andishonator qo'rqib qo'ymalaring. Dabdalang chiqasan mana menga. Bir tinga qimmat tovaringni olib ket. Podzelka chang bosib ketgan. Podzelka chang bosib yotibdi. Bugundan qolmasin, ko'zimga ko'rinmasin. Bugundan qolmasin, ko'zimga ko'rinmasin. Bo'p biladingiz. Kim bilan gaplashdingiz o'zi? Onang bilan gaplashdim. Olib ketsin sen to'y qilib, pul qilib olib kelgan bo'lsa, sen aqlli qilasan menga. Una, er bunay. Ha.
Ano mani Nargiz dugonam tug'ilgan kuniga katta qizil ko'ylak tiktiribdi. Jim chalg'ima, simichkadan cho'q, mana gazakdan cho'q mana. Lobarda eri Dubaydan telefon olib kelibdi, iPhone. Jim, to'xta, ana gazakdan ol, ana. Kamolani eri Tailand ikkita putyovka sovg'a qildi. Chalg'ima, ma, to'xta, ma. Cho'qqan bittimini ol. Bu gazak zo'r simichkadir. Buni 1% saraton bilan kasallangan bolalarga ajratiladi. Erim shunaqa yaxshi, menga simichkalarni ham o'zi chaqib beradi, voy mehribonim ey. Bunga simichka berib og'zini band qilmasam, men dugonam unay oldi, men dugonam bunay oldi, quloqmaydan yeydi ovozi. Sultonim, dadam sizlarga yordam bo'lsin deb ozgina pul berib yubordilar ro'zg'orga. Nima deganing bu? Menga qanaqa tegishni bilasanmi sen? Sizlar meni g'ururimdan o'ynashyapsizlarmi? Tez pulni olgin dadangga qaytarib ber, qaytmaga pul ko'tarib kelma unaqa. Men o'zim seni uni ta'minlayman. Xo'p, bergan $500 qaytib olib borib beraman. To'xta. Qancha? $500. Kim berdi? Dadam. Dadamiz dedi, dadajonimiz dedi. Buni odam ayropsan sen. U qaytarib olib bersang noto'g'ri bo'ladi-da, oke, o'tirgin bu qiz. Gazak chaqasam gazak. Ha, chaqaman semichka. Dada deydi dada. Da tog'dan tushmat qor bo'ling dada deydi. Azoblash xizmati boshladi yana. Qizlar, iftorlikka osh pishdi, chiqinglar. Ketdik oshiymiz. To'xta qolsa keyin yeymiz. Bulardan qolmaydi, ketdik hozir. Qizlar, xolamni qizi kelibdi. Biz bilan 3-4 kun turib tursin. Hazayka nima deydi xola? Men buni olib keldim. Ibidigon jon keyxay. Yomon pora ko'rdi mana shu qiz. Qizlar, dugonachiligimizga ko'z tegmasin. Oqibatiga gap yo'q, qara. Ana endi boshlanib tomosha qarabdi. Ujin 22.500 dan tushdi. Qani hammang to'la. Men dugosimni murabbosidan yedim-ku, men to'lamayman. O'tgan safar men ovqat qilgandim. Mana. Ushmanglar, Jim. Nega menga ishonmaysiz? Skrinshotlar jo'natdim. Siz ajdanaga tushgan payt uydagilarim bilan gaplashayotgandim. Ali Bechora qizni hech qanaqa bechora emas bu. menga qara. Kimsan sen? Kimsan? Biron joyda boshni qilding. Kimsan? San kim bu kim? Planshetingiz qani? Hamma meni ishonuvchansan, shustri bo'l deydi. Men unaqa bo'la olmasam. Zaryadchigimni joyiga qo'y! Soddamani. Mayli, qizlar Jamshid akam pravaga o'qiz, senga Gentro olib beraman dedilar. Gentro? Yangi mashin bo'lsa kerak-da, va. Mana. Avo. Endi ishondingizmi? Sizni rasmingizga termilib o'tirgandim. Yigiti valetmi? Yo'q, Qaror qarg'a. Menga uylanaman degandi, lekin uydagilar boshqasiga uylantirib qo'ydilar. Vaqt yetishimga aytmang, hayapa. Men ketdim, umon eshitishim kelyapti. Bo'ldi. Yuragimni sefiga solib qo'ydim bu gapni. Qizlar eshitdinglar. Mana buni o'ylanaman degan yigit. Ketsin, keyin aytasan xatyabi. Hayotim yaxshi orom oldingizmi? Shirin ishlab ko'rdingizmi? Mana qanaqa dam olganam bilan shu paytgacha kuchimga ham ishi bo'lmagan uylanish buncha mazza. Men Kimga beray, nima qilay buni? o'zingizga bu. O'zimgami? Yes, endi mana shaxsiy qo'llarim o'lcham bu. Endi bizga artma. Jiminglar. Buni to'ydan oldin yuz qo'lini yuvmasdi. To'ydan keyin kuniga 5 martalab cho'miladigan bo'ldi. Baliqda bu. Yaxshi o'tiring, men ishga borib kelay. Men sizga ovqat ishxonada yeb olasiz. Baxt ummoniga g'arq bo'lib ketdim-ku. Tashakkur hayot. Men faqat ertalab kechasi ovqat yerdim. Obedga nima yerdingiz? Tirnoqlarimni. Xola, bizani o'rdagi sizlarnikiga o'tib ketmaganmi mabodo? Yo'q, bizda mana shu makon tovuq bilan dakin xo'roz bor faqat. Qani bo'ldingizlarmi? Ilohim, men tinchlik olaymiz. Allohu akbar. Nima? Joyiga qo'y, kelin qiladi endi bu ishlarni. Endi men ham ovqatlangandan keyin tishim kovlab o'tirsam bo'ladi. Ko'z tegmasin menga. Mana uyda ekansan-ku. Ha, uygaman. Uylanib ko'chaga chiqmaganing o'rtoqlaring seni qidiruvga berib yuborgan. Ko'chaga nima gap bor, boring ey. To'xtang. Sultonim, keling, men yeymiz. Hozir ovqat yedik-ku. Ovqat hazm qilishga-da, begim. Hayotim kinoradagidek bo'lib ketdi-ku. Xursandchilikdan yig'lashim kelyapti. Jura, qara, uyingdan 345 metr yursang stadion, 300 metr yursang kompyuterxona, PlayStation, konter, ha? Hayotim, qarab boring. Hozir boraman. Boshimni ortmay. Hatta Telegram gruppaga yozib turay. Gruppangni o'chirib tashlayman o'zi. Men sizga sovg'a. Voy, qimmatga olgandirsiz. Yo'q, ishonch do'konlarida iPhone 17 Pro Max oyga 2.276 ming so'm, Samsung Galaxy S25 Ultra 1.428.700 so'mdan oyiga. Samsung Galaxy A17 oyga 260 ming. Vivo V60 Lite oyga 392.200 so'mdan. Buncha yaxshi. Tashqariga chiqib chapga 50 metr yursan kompyuterxona, hamma bolalar o'sha yoqda turibdi. Yur. Borga qalay, to'xtang.
Ona ana ko'chamizdagi Sardor meni koptogim olib qo'ydi. Sani koptagini oladi? Tushunmadim. Yurqani qaysi Sardor? Ana mahalla boshda shu kilo. Ona, ana Jamshidni kopkam olib qo'ydi. Sani popkani oldi? Popkamni oldirib qo'ydim. Yosh bolamsan, o'zingni eplab yur, katta bolasan. Ukang biromatda shunaqa qilmagan. Har kun shunaqa qiladi-ku. Onaman bilib qilmadim buni. Mayli, qo'yur. O'zing ishlatsa qilmadimi? Qo'ling kesilmadimi? Voy polvon bola. Oyog'imga tegdi sanaqa. Hoppi yo'lona. Ona qo'rqmadim, hech yerim kesilmadi. Ana endi kesiladi-da. Buyoqqa. Hay, o'ylama o'g'lim. O'zi eski deraza edi, almashtiramiz deb turgandik. Ha, o'zi eski edi uni. Yangi qo'yamiz uni. Hop polvon. Zetitimda. Ronaldinho. Ona ushla o'g'lim, sal qo'l. Yuragimni yording. Baqaki. Onaman katta bo'laman-ku, keyin nek fizkulga o'qiyman. Zo'r doktor bo'laman, hammani davolayman, hech kim kasal bo'lmaydi keyin. Ha, urgila o'zimni dono o'g'limni, o'qi. Ona men futbolga boray, futbolchi bo'laman. Futbolga borasan-da keyin biror joyini sindirasan-da uyda o'tirasan. Hozir jim o'tir uyda. Sen qo'rqmadingmi polvon o'g'lim? Dadajonisi, men 1 soatga shunda borib onajonimni ko'rib kelay. Nimaga 1 soat deysan sen? 3 kunda, 4 kunda onajon volida bo'lsalar, aylab ko'ribga to'xtamasa pul beraman. Quruq bo'lma, sovg'a solib olib borgin. Ma, bu ko'ribga solib akkim o'tiraman. Men 4-5 kun sher o'tiraman, hay. To'xtang. Nimaga 4-5 kun? Meni 4-5 kun onamnikiga yuborib nima qilmoqchisiz, a? Sen sog'im yig'layman. Kuchuk bomba yoqqa. Bor ketaversan. Xotin ovqating pishdimi so'z? Dadajonisi, uzr, ozgina boshim og'rib ovqat qila olmadim. Hozir nimadir tayyorlab beraman. Nimaga menga oldinroq aytmaysan? Men senga o'z doktor topib kelaman. Tez yordam topib kelaman. Tabib topib kelaman o'zim senga. To'xtang, qayerga? Saat to'ra gaplashib kelmasangiz, sihatgoh dam olasan xotinjon. Dadajonisi, ukam to'yga ozgina pul yetmayapti ekan, yordam qila olamizmi? Biz noptasha qila olamiz. Qancha pul kerak? 40 million so'mgina. 40 million? Böyle hozir men bosh ushlab kelaman. Mosha pulni ukang og'ziga uramiz. To'yin dabla bajaklamiz. Karnesizni. Kuchuk bormi uyga? Xotinman, sana xafaman. Nimaga dadajonisi, tinchlikmi? Nimaga sen sovg'a solib oldirmaysan o'zingga? Men pul yo'q, ammo xotinga nimadan olib beraman deb, lekin sen jimsan, nimadan olib berayman senga? Voy, o'zim olib berasizmi deb aytolmayotgandim. Olib berasizmi? Ketdikmi? He, poyexali. Dadajonisi, onajonim kelyapti ikkala, shunga magazinga chiqib kelasizmi? Qaynonam, naqadar shodona baxtiyor kun. Hozir men qassob aytib kelaman. Qo'chqor suyamiz, shashlik qil, osh qilsa ketdimmi? Yo'q, o'zi 1 soatginaga kelyaptilar. Agar qaynona 1 soatga bizni uyga tashrif buyursalar, bu kerak emas. Kesinlar 3 kun kesinlar, 1 hafta 1 oy kesinlar. Bunaqasi ketmaydi. Yaxshi ko'raman men seni xotinjon.